qo'rquv vahimasi, o'lib qolaman, menda qanaqadir kasallik bor deb yurgan bemorlar diqqatiga. Xavotir haqida reels qo'ydim, rosa kommentariyada yordam so'rashdi. Qaranglar. Kelinglar kelishib olamiz. Sizlar o'lib qolmaysizlar inshaalloh. Sizlarning kasalliklar og'ir kasallik emas. O'zinglarni og'ir his qilasizlar, lekin sizlarda shuncha analizlarda hech qanaqa natija, yomon natija chiqqani yo'q. Hammasi yaxshi-ku. Nimaga shuni qabul qilmaysizlar? Demak, qaranglar, kasalliklarni ikki guruhga bo'lamiz. Birinchisi organik, og'ir, asoratli, o'lim xavfi yuqori bo'lgan kasalliklar. Bular tushunarli. Infarktdan tortib onkologiyaga ketdi, hammasi shular kiradi. Ikkinchisi funksional kasalliklar. Bu yerda asorat yo'q, o'lim xavfi yo'q bo'lgan kasalliklar. Ya'ni sizlar ikkinchi guruhdasizlar, ya'ni funksional gruppadasizlar. Bu guruhning bitta yomon tarafi bor. Nima desanglar, bu guruhdagilarda hayot sifati bo'lmaydi. Hamma narsa bor. Pul bor, uy ham tinch, bola chaqa ham yaxshi, lekin xavotir, qo'rquv sizni o'sha ne'matlardan foydalanishga yo'l qo'ymaydi. Ya'ni hayot sifatingiz past bo'ladi. Kelinglar, nima qilamiz? Qanaqa yo'li bor nevrozlardan, qo'rquvlardan chiqishga? Tabiiy yo'llarni o'rgatishni boshlaymiz. Birinchi qiladigan ishinglar harakatni ko'paytirasizlar. Jismoniy aktivlashasizlar. Aynan nevroz, qo'rquv, depressiyalarda jismoniy aktivlik tushib ketib qoladi. Odam harakat qilgisi kelmay qoladi. Bu kasallik o'zini rivojlantirish uchun shunaqa qiladi. Ya'ni siz qancha kam harakat qilsangiz, serotonin shuncha kam ajraladi, endorfinlar shuncha kam ajraladi va siz tushkunlikka tushib borib, qo'rquvingiz ko'p kuchayib boraveradi. Siz kasallikka teskari ish qilishingiz kerak. Harakatni ko'paytiring. Hayotingizga albatta sport qo'shing. Sport qo'shganingiz sari, jismoniy aktivlashib, yuklamani ko'paytirganingiz sari sizda qo'rquv, xavotir kamayadi. Ikkinchisi, uyquingizni to'g'rilang. Mana harakatni to'g'rilasangiz, uyqungiz ham yaxshilanadi. Chunki siz kunduzgi energiyani to'liq sarflaganingiz uchun kechqurun yaxshi uxlashni boshlaysiz. Yaxshi uxlashni boshladingizmi? Melatonin sintezi yaxshilandimi? Qolgan mediatorlar, qolgan gormonlaringiz ham sekin tartibga kelishni boshlaydi. Demak, uyqumizni to'g'rilaymiz, harakatimizni ko'paytiramiz, hayotimizga sport qo'shamiz. Siz qo'rquvdan deyarli 30-40% ga qutulish imkoniyati paydo bo'ladi. Demak, kuzatib boringlar, obuna bo'linglar. Men sekin-sekin shunaqa tabiiy yo'llar bilan qo'rquvlardan chiqishni o'rgataman. Keyingi chiqishlarimda ham tavsiyalar berib borishga harakat qilaman. Ramazonni yaxshi o'tkazinglar, sog' bo'linglar, yaxshi kunlarda ko'rishaylik.